Xameleon bu kaltakesak emas. Bu tabiatning xuddi yangilanishda tuzatish esdan chiqib qolgan haqiqiy raqamli xatosidek tuyuladi. Oddiy hayvonlar yugurib, terlab yashash uchun kurashayotgan bir paytda, bu javohir xuddi avtobusdagi buvilar kabi oldinga va orqaga tebranib, daraxt shoxida osilib turadi va o'zini landshaftning bir qismidek ko'rsatadi. Xameleonning eng katta jinnixonasi bu uning ko'zlarida. Ular xuddi kommunal uydagi qo'shnilar kabi mutlaqo bir-biridan mustaqil yashaydi. O'ng ko'zi telefoningiz ekraniga tikilib yozishmalaringizni o'qishga harakat qilayotgan bir paytda, chap ko'zi esa u yerda chivin uchmayaptimi deb shiftga qarab turadi. Natijada xameleonning miyasida doimiy ravishda sinxronizatsiya buzilishi sodir bo'ladi. U bir vaqtning o'zida kechayu kunni ham ko'radi. U ushbu ikki voqelik ichida shu darajada tikilib qoladiki, ba'zida qaysi oyog'i bilan qayerga qadam bosishini ham unutib qo'yadi va shunchaki daraxt shoxidan orqasi bilan pastga qulaydi. Xameleon hatto ovqatgacha emaklab borishga ham erinadi. Shuning uchun u o'z tilini qit'alararo ballistik raketa darajasigacha rivojlantirgan. Bu yopishqoq matoh undan poyga mashinasining tezligida otilib chiqadi, pashshaga uriladi va o'lja bilan bir necha soniya ichida yana uning og'ziga qaytib kiradi.